Ayrim bemorlarimizga laborator tahlillar buyurganimizda ozgina dangasalik qilib qo'yishyapti. Ya'ni bu diagnostika usullari 2-5 kunda chiqqanligi sababli buni kutgilari kelmayapti. Tezroq natija olishga qiziqyapti. Lekin hozirgi kunda tibbiyot dalillarga isbotlangan tibbiyot bo'lganligi uchun ularda qilmasdan iloji qolmayapti. Ya'ni misol uchun aytaman, sizda yoki sizni qaysidir tanishingizda siydik yo'llari infeksiyasi bor. O'zini, qo'shnisini, qaysidir shifokorini tavsiyasiga binoan qayta davolanyapti, bir oy yaxshi yuradi, yana bir oydan keyin yana shu kasallik bilan og'riyapti. Shuni davolash uchun biz misol uchun tavsiya qilamiz bakteriologik laboratoriya tekshiruvi. Bunda siydikdan namuna olinadi va bunda chiqqan analizni ekib, o'stirib va qaysi mikrob borligini topiladi. Va shu mikrobga qarshi qaysi antibiotik qilinganda shu mikroblar batamom yo'qolishligini topib berishadi. Bu orqali siz shu darddan 100% xalos bo'lishingiz mumkin. Ma'lumotlarimiz qiziq va foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying.